Sizda kalsiy so'rilmasligi bormi? Nafaqat kalsiy, kollagenlar, qimmat kollagenlar olib ichyapmiz. Biz juda ko'plardan eshitib, biologik faol qo'shimchalar ichyapmiz. Mikroelementlar, sink, selen, железо, juda ko'p magniylar ichyapmiz, lekin tanaga so'lmayotganini biz juda ham ko'p his qilyapmiz. Savol bergan menga. O'sha insonlarga aytib ketmoqchiman. Siz o'sha qimmatdan qimmat har xil uzoqdan olib kelingan mikroelement vitaminni tanaga so'rilishini xohlaysizmi? Siz ichaklarni, o'tqoq, jigarni, ovqat hazmini to'g'rilamasangiz, sizda tanangizga u narsalar so'rilmaydi. Biz bugun mutaxassislar tomonidan juda ham ko'p kuzatib boryapsizlar testlarimda. Biz ma'lum miqdorda bir ochlik qilib, ovqatdan pauza qilib, ochlikdan keyin tubajlar, sahajjalar qilib, organizmni to'liq tozalov qilib, mana undan keyin kalsiylarni, magniylarni, umuman mikroelement vitaminlarni tanaga so'rilishini ta'minlab beryapmiz. Sizda ham agar o'shanga qiziqish bo'lsa, aynan tozalovga qiziqish bo'lsa, bemalol kommentariyaga kaskad muolaja usuli deb yozib, siz kaskad muolaja usullaridan keyin tanangizga to'liq yordam berishingizni men yanada Telegram kanallarimda to'liq ma'lumot beraman.